Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun buyuk bobokalonimiz sohibqiron Amir Temur hikmatlariga nazar solamiz. Uning asrlar osha yetib kelgan sozlari bugungi kunimiz uchun ham chuqur ma'no kasb etadi. Amir Temur aytgan edilar, qaysi bir mamlakatda fohishalik va o'g'irlik avj olsa, u yerdan baraka ko'tariladi. Bu sozlar nafaqat oz davrida, balki bugungi kunda ham oz dolzarbligini yo'qotmagan. Haqiqatan ham, jamiyatda axloqiy qadriyatlarning zaiflashishi, halollikning unutilishi, o'g'rilik va poraxo'rlikning ildiz otishi mamlakat taraqqiyotiga to'siq bo'ladi. Bunday illatlar xalqning ishonchini sindirib, kelajakka bo'lgan umidini so'ndiradi. Baraka faqat moddiy boylik emas, balki tinchlik, osoyishtalik, farovonlik va ma'naviy yuksalishdir. Bu esa har bir fuqaroning vijdoniga, halolligiga va milliy ongiga bog'liq. Amir Temur hikmati bizni doimo ogohlikka chorlaydi. Keling, bobokalonimizning bu ogitini yodda tutib, jamiyatimizda adolat, halollik va poklikni mustahkamlashga birgalikda hissa qo'shaylik. Zero, millatning barakasi uning ma'naviy qiyofasida aks etadi.